Mana shu ortimda turgan 3 gektar yerimizga 3 yildan beri 1,5 ming tupdan 1000 tupdan qora siliva ko'chatini ekamiz. Har yili qurib qoladi. Sababi o'ta toshloq yer va suvga chanqoq yer. Suv ta'minotini yaxshi qila olmadi. Shuncha mehnatlarimiz zoye ketdi. Bu yil 26-yil erta bahordan yerni qattiq ishlov berib ishlab qo'lga keladigan toshlarni 30 mashinadan ko'prog'ini terib tashlab, keyin qator orasiga keyin ko'chat ekdik. 1,5 ming tup ko'proq siliva ko'chat ekdik, qora siliva va yana orasiga tajriba uchun 100 tupdan ko'proq pista ko'chati ekib qo'ydik. Mana bu yil endi alhamdulillah 4-yil urinishda ko'chatlar ko'karib turibdi. Hozir may oyini oxirida turibmiz. Ko'chatlarimiz ko'karib turibdi. Mehnat qilib, yiqilgan kurashga to'ymas deb kurashib mana bu yil alhamdulillah natija yaxshi. Ko'chatlarimiz ko'karib, yashnab turibdi.